Judolik bizni qanday o'zgartirdi? Ochqishliq nuqtalar. Munosabatdan, xizmatdan, oiladan yoki so'yimli kishidan ayrilib qilish gohida kishini gangirtib qo'ydi. Qayg'u kishining o'zlik ingi va kimligining bir qismini yo'qotishning o'z ichiga kelishi mumkin. O'zlik ingi jihatda yangi izchillikni bayqash va uni saqlab qilish bizning davomli ma'nilik yashashimizga yordam berdi. Hayotimizning o'zini ta'birlaydigan har qanday tarafidan, ma'lum bir munosabatdan, xizmatdan, uy deb atiladigan yerdan yoki yaqin kishilarimizdan ayrilib qilishimiz bizni gangirtib qo'yishi mumkin. Tonish odam, o'rin yoki narsadan mangulik, gohida o'ylamagan ravishda mahrum qilish, iniqsizlik, gangirash, ojizlik va qaymoqishga sabab bo'ladi. Biz buningga inkas qaytirish jarayonida qaytadan aloqa o'rnatish yoki asli kelish jihatdagi harakatlantirgich kuchni hamda shuningga aloqador umidsizlik tuyg'usini boshdan kechirishimiz mumkin. O'zlik tuyg'umiz. Hasrat nuqul holda qayg'uni yoki ma'nisizlikni his qilish bo'lib qolmasdan, u yana o'zligimizning va kimligimizning bir qismini yo'qotishni o'z ichiga oladi. Ya'ni biz hasratga duchor bo'lganda tuyg'usizlar to'liq o'zimiz bo'lolmay qolamiz. O'xshashlik, birdaklik va izchillik tuyg'usi o'zlikda azaldan bor hukmdir. Zo'r judolik tizginlash tuyg'usi, izchillik tuyg'usi va hissiy jonliqlikni vaqtli qalayimqonlashtirib o'tishi mumkin. Ba'zi nazariyashunoslar buni kishilik aloqa muhit orqali shakllangan shaxsning subyektiv ingi tutishidir deb qarashadi. Shu vajidan turalg'imiz nuqul holda o'ylamas, balki bir jamiyatdir. Biz xizmat o'rnimizdami boshqa kishilar bilan aloqa qilamiz. Bizning hamkorlik munosabatlarimiz o'zimizni ta'birlaydigan muhitni yaratadi. Shunga o'zimiz ayrilib qolgan bir kishi yoki narsa haqidagi aslamlarimiz o'zimizga qanday qarashimizga ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, o'zlik ingimiz ham o'tmishni va ilgari ega bo'lgan narsalarimizni qaysi ravishda aslashimizga ta'sir ko'rsatadi. Kimlik so'zimi o'zlik ingidakla o'xshashlik yoki birdaklik tuyg'usini ifodalaydi. Biz hayot hikoyamizni yaratganimizda o'z kimligimizning ijodchisiga aylanamiz. O'zlikning hozirini, o'tmishini va kelajagini bir-biriga bog'laymiz. Qilmish va tafakkur andizimizga muddao tuyg'usi ato qilamiz. Bizni ta'birlaydigan, kimligimizni shakllantiradigan alohidliklar vaqtning o'tishiga ergishib, o'xshashlikqa ega bo'ladi. Kimlik bizning o'zimizga qanday qaraydiganligimizni hamda e'tiqodimiz va qimmat qarashimizga bo'lgan sadoqatimizni tasvirlaydi. Kimligimiz "Men kim?" degan negizlik savolga javob bergandan boshqa, o'z navbatida yana rad qilinish va o'zidan saskinish tuyg'usining ziddi bo'lgan tavallik va qabul qilinish tuyg'usini o'z ichiga oladi. O'zimizda va turmushimizda yuz bergan o'zgarishlarni ko'zda tutganda, mahrumlik bizning o'zimizning tavallik shakliga va boshqalarning bizni qabul qilgan qilmaydiganligiga savol qo'yishimizga sabab bo'lishi mumkin. Psixologiyaning to'riga aylangan kimlik uqumi va kimlik shakllantirish nazariyasi asosligi Erik Eriksonning tadqiqoti bilan munosabatlik. Shundaqla Eriksonning o'z huquqidan mahrum qilishidan manbalangan. Amaliyotda Eriksonning kimlik tadqiqoti uning o'z dadasining kim ekanligini bilish orzusining turtkisida vujudga chiqqan bo'lib, apsi Eriksonning hayoti bo'yicha uningga o'z dadasining ismini deb bergil unamagan va Eriksonga ikkinchi erining familiyasini qo'llang'izgan. Toki Eriksonning balog'at mezgilining oxiri qadar u o'gay dadasini o'z dadasi deb qarab kelgan. Erikson Qur'onga yetgandan keyin o'z kimlik haqida izdinish va o'z kechmishidagi ro'shan bo'shliqni to'ldirish arzusida o'z ismini Erik Hamburgerdan Erik Hamburger Eriksonga o'zgartgan. O'z kechmish xarakterlik aslama. O'z kechmish xarakterlik aslama o'zlik ingimiz va kimligimiz uchun intayin muhim. Bu xil aslamalar shaxs uchun muhim bo'lgan bir qator sarguzashtlarni aslashni o'z ichiga oladigan bo'lib, bu sarguzashtlar o'tmishdagi o'zlik haqidagi bilimlar bilan ta'minlab, bizni kelgusidagi qilmish va qarorlarimizni mo'ljallash va planlash imkoniyatiga ega qiladi. Bizning o'zligimizni his qilishimiz zo'r darajada o'z kechmish xarakterlik aslamalarga aloqador bo'lib, o'z kechmish xarakterlik aslamalar bizning hikoyaviy kimligimizni shakllantiradi.
Öz geçmiş xarakterlik əslime vaqtning o'tishiga ergishib, bizning shaxsiy izchillik tuyg'umuzni kuchaytirib, shaxsiy kimlik barpo qilish jihatda rol o'ynaydi. Hayotimiz bo'yicha ba'zi aslimalarning hissiy vazni va jonliqligi texmi kuchli bo'ladi. Ular xuddi kinolardagi manzaralardek kallamizga qo'yiladi. Shundaqla biz ularni sintash yoki o'lcham sifatida takror eslashga moyil kelamiz. Özlükni ta'birlaydigan bu aslimalar o'ziga o'xshab ketadigan boshqa aslimalarga bog'langan bo'ladi. Ular birlikda ma'lum bir sijil masalaga markazlashgan yoki hal qilinmagan to'qinishga aloqador bo'ladi va yoki bizni to'xtovsiz o'zgarib turgan o'zlik obrazimizni cho'nqur tushunish imkoniyatiga ega qiladi. Balalik davrdan tortib quramiga yetganga qadar bo'lgan bu muhim voqeliklar hikoyalarimizning har qaysi boblarini barliqqa keltirdi va hayotimizdagi asosiy temalarni yo'ritib berdi. Ular balkim bizning boshqalar bilan bo'lgan aloqamizni, qiyinchilikni yengan paytlarimizni, hayotlikdagi voqealar bizga cho'nqur tushunchalarni ato qilgan yoki biror shayning ma'nosini tushunishimizga imkoniyat yaratgan paytlarni o'z ichiga olishi mumkin. O'zlikni ta'birlaydigan aslimalar hissiy puraqqa ega bo'lib, ular bizning ilgirki voqealarni qayta qurashtirishimizga intayin kuchli ijobiy yoki salbiy qimmat qo'shadi. Ular yana bizning ilgirki kechirmishlarni aqliy yo'sini tushunishimizga qashil tug'dira oladi. Ular yana hozirgi voqealarning ahamiyatini kuchaytirib etishi mumkin. Shu vajidan agar biz hayotimizdagi biror kishini yoki narsani yo'qotib qo'ysak, shaxsiy hikoyalarimiz buning ta'siriga uchraydi. Munosabati yaqin kishilar o'zlarining o'zlik hukmlari jihatda tunishcha pisliqini boshdan kechirishi mumkin. Natijada bu sabablik boshqalarning xususiyatlari kishining o'zlik haqidagi bilimi doirasiga qabul qilinishi, hatto kishi o'zi bilan yaqinlarini almashtirib qo'yishi mumkin. Shu vajidan kimligimiz ma'lum bir yaqinimizga bog'langanda va shu kishi hayotimizdan ayrilganda biz o'zligimizning bir qismini yo'qotgandek bo'lib qolamiz. Bundaqda biz buningga qarta qanday qilishimiz kerak? İlgirki cipislashgan kishilik munosabat kechmishlari suyumli kishilarimizni yoki narsalarimizni bizning o'zlik engimizga va kimligimizga singdirayotgan bo'ladi. Halbuki yangi yolg'iz kechmishlar bizning qaytadan mustaqil o'zlik yangi shakllantirishimizga yordam berdi. Suyumli kishilarimiz bizdan ayrilgan yoki vafot bo'lib ketgan va yoki muhitimiz o'zgarganda o'zlik yangimizda yangi sijillikni bayqash va uni saqlab qilish davomli ma'nilik yashashimizga foydalidir. Xizmatimizdagi yoki yangi xizmatimizdagi, o'qishimizdagi yoki o'zimizga xos ma'lum bir urinishimizdagi xiris bizning o'zimizga xos kechimishimizga aylandi. Kimligimiz noqul holda biz so'ygan va ayrilib qolgan kishilar yoki narsalar tarafidan ta'birlanmaydi. Judolik bizni o'zgartiralisimi, lekin bizni ta'birlayalishi notayin. Biz judolikni o'zlik yengimizga va kimligimizga singdirib, yashashning yangi usulini tepib chiqishni o'rganib ola olamiz.